Hammamizni ham ruhimiz bir kun qush kabi tanamizdan uchib ketadi. Men onalar haqida so'zlasam, o'zim qandaydir boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilaman. Bunday holatni hech qanday so'z bilan ta'rif bera olmayman. Ko'z oldingizda gavdalanib turgan Fayzulloxon ustoz iborasi ila tanilgan kamina dunyoga kelishida va ustoz bo'lib tarbiyalanishida sababchi inson bu mening rahmatli volidai muhtarama onajonimdir. Bir odam so'ragan ekan, nega payg'ambarlar chiqmagan ayollardan, nega mutafakkirlar chiqmagan ayollardan, buyuklar chiqmagan deb savol bergan ekan. Shunda ayollar buyuklarni, hattoki payg'ambarlarni ham Alloh qudrati bilan dunyoga keltiradi. Dunyoda shunday bir ulug' siymo borki, bu siymo oldida barchamiz ham bir umrga qarzdormiz. Bu siymo ona degan. Ona farzandga qalb beradi, mehr beradi, nur beradi, hayot baxshlaydi. Lekin nimadir bo'lsa, balog'ordan o'sha bechora ona. Ona farzandni 9 oy qornida ko'tarib, 2-3 yil ofislar kasal bo'lsa shifokorga, yiqilganda yonida madadkor bo'lgan. Bu ona hisoblanadi. Necha yoshga bormaylik, qanday lavozimda ishlamaylik, qay yurtlarda bo'lmaylik, hammamizni ona tuqqan. Osmondan osilib tushganimiz yo'q. Yerdan qo'ziqorinday chiqqanimiz yo'q. Osmonda bir yulduz tushsa, kimdir qazo qildi deyiladi ekan. Agar o'sha yulduz kimnidir onasi bo'lsa, nega osmon qulab tushmaydi deyiladi ekan. Bu so'zlar barchasi onalarimizning yuksaklarga ko'tarish uchun aytilar ekan. Qani ona tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa mening umrimni rozidim onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik uyqusiz allang hurmati 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarga kuching, qarzim uzolmasdi. Qolur shunda ham ona. Naboda bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, yurakdan senga yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'y qalam naqqosh, sura chizardim birini ming sayqal. Ona oralab qolibdi sochlarimga oq. Ol meni sochlarim qoralarini, tishlaring tushibdi xo'rsinma biroq, ol meni tishlarim saralarini. Xiralashib qolmasin ko'zlaringda nur. Ko'zlarim nurini olgin onajon. Roziman
onajon, qay birini olay diliga? Men uchun chekmading ne zahmatlar. Sevinch u iztirob barchasi. Senga ozob bergan bedorli charchoq. Ko'zingdan uyquni olgan kechalar. Rohating buzgan bu beboshligim. Oh, qalbim oliyjanob ekan bunchalar. Ko'zingni quvontirgan olov yoshligim. Bular hammasi qalbing haroratimi emasmi, ona? Shular hammasi umring zahmati emasmi, ona? Muqaddas insonsan, ona, ulug' zot. Aslida insonni yaratgan onasan, ona. Zamonga murabbiy, zamonga jonsan. Olamga nur u ziyo taratgan. Ona. Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar. 4-A sinf onalari, mehribon onajonlar. Xush kelibsizlar. Bugun biz mana shu 4-A sinf o'quvchilari bilan birga ozgina bo'lsa-da sizni ko'nglingizni olib, ko'nglingizni xushnud eta olsak, bizni boshimiz osmonlarga yetib. Hozir mana shu tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimizning ilmiy bo'limi bilan Yorqin Zakirga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli maktabga tashrif buyurgan aziz onalar, ustozlar. Mana yaqinlashib kelayotgan 8-marta xalqaro onalar bayrami, Navro'z ayyomlari, Ramazon kunlari bilan hammalarni qutlayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim farzandlar baxtiga insof salomat bo'linglar. Mana bugun Xudo xolasa mana bugun Fayzullo Mansabiyevning sinflarini bor ko'ryapmiz. Maktabda juda ham, masalan, erkak sinf rahbarlari juda ham kam. Mana boshlanishlar ichida o'zlar. Mana hozirga qoyil qolib turibman. To'g'risi. Kecha ham tayyorgarliklarni ko'rdim, juda chiroyli tayyorgarlik ko'ryapsizlaring. Charchamang, ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu sizdan ishlatgan shogirdlaringiz sizdan da o'z amallarga rahmat. Bildirgan ishonchlaringizni albatta oqlaymiz. Xudo xohlasa, meni qo'limdan chiqqan shogirdlar albatta O'zbekiston kelajagi uchun eng zarur farzandlar bo'ladi deb sizga va'da beraman. Hozir endi navbatni 4-A sinf qizlar ijrosida doirangchan raqs beramiz. Ko'rib, maza qilib, maroqli dam olamiz. Senlar güzel, kelayla fırlar
raqslarga tushib yuraveringlar doim. Hamisha hayotlaring mana shunday bayramona kunlar bo'lsin. Endi navbatni 4-sinf o'quvchilari ijrosida qisqagina she'rlarga beramiz. Marhamat o'quvchilar. Kechiring ona, uzrlar so'rashga tilim yo'q ona. Bir umr bo'lgansiz menga parvona. Men-chi o'zimni deb, o'z dardlarim deb sizni azoblarga yo'naltdim men. Meni deb tunlar bedor bo'ldingiz. Bir ko'zlab avaylab ulg'aytirdingiz. Meni deb tunlar bedor bo'ldingiz. Bir umr bir ko'zlab avaylab ulg'aytirdingiz. Bir kun ham halovat bermadim sizga. Sizchi boringiz tuhfa etdingiz. Kiyimning eng oldi to'ridan kiydim. Boshim teksib gerda yurdim. Aytganim muhayyo qildingiz zimdan. Men-chi o'zimni deb sizni o'ylamadim ona. Bir yilda bir bor meni ilindim. Qalbimda shu dard bor, yo'qoting ona. Alamni hadikni o'chiring ona. Yer o'pib tiz cho'kib so'rayman sizdan. Noshud qizingizni kechiring ona. Bebosh qizingizni kechiring ona. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Man to'lib yuragimni ishqqa qarsaydim. Niyat qildim bir onam bilan hajga borsaydim. Katta bo'ldim, ulg'aydi bo'yim. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Ona tarifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yillab. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Onajonim bor hayotda, yashash boshqacha. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Mishko'r sizdayim, mehribonim bor, siz borsiz qalbimga berilmas ozor, jon halak bolasiz bo'lsam galbimon, yuragi bebor jannatim onam. Mening borligimga shukrlar qilgan, meni deb ko'zlari yoshlarga to'lgan, hamisha qayg'urur farzandim degan, yuragi bebor jannatim onam. Sizdan taraladi jannat difori, qalbingiz bir to'lqinli dengiz misoli. Meni siz uchun qadrli mening dunyoyim, yuragi bebor jannatim onam. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Ba'zan yuragimga to'lganda dardlar, yosh bilan ko'zimga to'lsa olamlar, o'rgamchak do'rdek urasa g'amlar. Duo qiling so'rab bardosh onajon, bu yuragim sizga muhtoj onajon. Tirnab ketsa terimni o'z yaqinlarim, o'yib ketsa ko'zimni o'z yaqinlarim, unutib men bilan o'tgan damlarim, mendan yuzini burib ketdi onajon. Faqat siz yonimda qoldingiz onajon. Men sizni yaxshi sizlarga boqib turgan bu tiyron ko'zlar mening ko'zlarim emas do'stlar. Bu onajonimning ko'zlari. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan edim men. Derdilar bechora, ne qilay qismatim ekan. Bilmasdim oy nima yo yulduz nima, kun o'zi nima. Ertalabdan kechgacha o'tirardim jim, axir yumuq edi mening ko'zlarim. Men sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas do'stlar, onajonimniki. Oyjon, men sizni yaxshi ko'raman. Aziz o'quvchilar, endi navbatni 4-sinf yigitlar ijrosida do'ppir raqsga beramiz. Marhamat. Marvarid.net super portal. Oyimda qolar himalay cho'qsin, boshimda tursa Alloh cho'qsin. Oyimda qolar Everest cho'qsin, boshimda tursa Andijon cho'qsin. Tog'lardan ma'lumman, tog'lar
qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'qqisi. Oyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa O'zbegim do'qqisi. Og'lardan mag'lubim, og'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Marvarid.net Rahmat yigitlar, yashaylar. Ishlaringga doimo omad, o'qishlaringga doimo a'lo baholar beringlar. Endi navbatni o'quvchilar ijrosida she'rlar eshitamiz. Marhamat, kelinglar bolalar. Hech kimsaga yomonligim yo'q, kimligim xudo biladi. Hamma meni yomon desa ham onam meni yaxshi ko'radi. Qo'rqaman soxta malakdan, sevaman deb tashlab ketadi. Bu dunyoda faqat yurakdan onam meni yaxshi ko'radi. Do'stlar, sal eskira usti bosh kiysam, do'stlarimga yo'qmay qoladi. Hech vaqosiz qolganimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Cho'kib qolsam chuqur qayg'uga, boshim silab dardim oladi. Duo qilib har nafasda onam meni yaxshi ko'radi. Ro'zg'orimda to'lib ketsa kam deydi onam bo'lgin xotirjam. Qodir do'stim nima bo'lsa ham onam meni yaxshi ko'radi. Men uni sevaman juda ham qattiq. U ertak emas, haqiqatdandir. U mening borlig'im, jonajonimdir. U insonsiz emas, onajonimdir. Onam mehri yetib ortadi. Mayli dunyo beshafqat bo'lsin. Men baxtliman ey birodarlar, mayli dunyo g'azabga to'lsin. Ona faqat bolam deydi. O'tirsa ham, tursa ham ona faqat bolam deydi. Yurak tasla ursa ham ona faqat bolam deydi. Duo qilib tunu kun ona faqat bolam deydi. Uxlamasdan yarim ona faqat bolam deydi. Joni og'rib turganda ham ona faqat bolam deydi. Hatto ko'rib turganda ham ona faqat bolam deydi. Qolsa ham qahriga ona faqat bolam deydi. Zor bo'lsa ham mehrga, borda yet qadrga, mehr berib ortishlar, sherik bo'lib dardiga, ona deya xopichlar. Bolalikdan mehrini bergan, tunlari bedor yulduzlar tergan, atrofimda parvona bo'lgan, men onamni yaxshi ko'raman. O'zi yemay menga tutganim, xasta bo'lsam alam yutganim, olis ketsam bedor kutganim, men onamni yaxshi ko'raman. Alasdan kuch oldim ziyo, duo go'yib cheksiz bir dunyo to qiyomat. Asragin xudo, men onamni yaxshi ko'raman. Farishtamsiz mening boyligim, dunyodagi eng chiroyligim, yonimizda yuring har doim, men onamni yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lsam hamma yonimda yurar, yomon bo'lsam darrov tosh topib urar. Yaxshi-yu yomonim birdek suyar, mening tengsiz onam, bebaho onam. Onajonim yuzlari quyosh misli ko'rinadi, go'zal shirinlari meni o'ziga to'laydi. Qo'lorachim mehmon, har so'zida sehri bor, har so'zida sehri bor. Shirin so'zlar ila farishtalar mehri bor. Rahmat bolajonlarim. Bu o'quvchilarimiz, chiqayotgan o'quvchilar barchasi o'z onalariga tilaklarini she'riy usulda bayon etishyapti. Xo'p, navbatda endi yakka ijro raqsi, Janon raqsida Zilola chiqadilar. Marhamat. Canım, canım, canım,
yor buldum bulmalar can bulamam diye Sınırlayan ifadeler senden çalışırlar Uzulup dökülmeler can bulamam diye Uzulup dökülmeler can bulamam diye Canım bitirme canım bulamam diye Ağlamanın işirme canım bulamam diye Osman bulamam diye Mercan bulamam diye Canım bulamam diye Rahmat Hasan ömringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli ota-onalar, bu o'quvchilarimiz chiqib o'ynashyapti. Bu o'yinlarda mana maktabimizda ko'p o'qituvchilar bilishadi, ayniqsa Nazar va Shahnoza ustoz. Bu ustoz bilan bitta xonada ishlaydilar. Zokir va Yoqublar ham bir marta guvoh bo'lib qolganlar, 100% o'zim o'rgataman. Alifni teoramida ham 100% o'zim o'rgatganman, bilasizlar. Kamchiligi bo'lsa, erkakcha o'rgatgan rahs bu. To'g'ri qabul qilasiz. Endi navbatni yana o'quvchilarimiz she'rlarini namoyish etadilar. Marhamat, keling. O'zimning jonim onam, eng mehribon onam, yaxshi inson onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimning jonim onam. Ilk ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimning jonim onam. Mehribon sevgim, ikki dunyo bo'lgan, duoga uchragan o'zimning jonim onam. Agar men sizga yaxshi onam erkalar yaxshilagan, boshlarimni silagan, doim baxtim tilagan, o'zimni jonim onam, guyum fayzi xumorim, mening qalbi guzorim, xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam, agar sizni yaxshi ko'raman. Bir qarang ayollarga, bugun ular baxt yo'q, 8-mart keldi, iliq tilaklar chizib, baxt saodat tilayman, shodon yursin ayolim, barchamizning baxtimizga omon bo'lsin onalar. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Vijdonin sotganlar yig'lamaganda, diydasi qotganlar yig'lamaganda, o'zing birovni yig'latib, rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda, o'zingiz aytganday turib mardona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona, yig'lamang, bilishsan, saqqay ko'z yosh, bandasiga yolg'on yaratganda bosh, sochingiz tolasiga arzimaydi bu dunyo. Tirnalgan barimni tinglamang ona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. O'zimga yedirgan onam, hayotimda eng oliy odam. Bolam deya qayg'urar hardam, qayda bor bunday odam? Tunlari uyqusiz bedor, oq sut berib o'stirgan onam. Bolam deya bo'lsa ham bemor, beshik deb uxlatgan onam. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda, kulishlar chiroyli onam. Asrab meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, qo'shilar chiroyli onam. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Onam mehri yetib ortadi, mayli dunyo beshafqat bo'lsin, men baxtliman ey birodarlar, mayli dunyo g'azabga to'lsin. Onam mehri yetib ortadi, nima kerak do'stning oq-vohi, bir kun kelib so'rasang yordam, tanimasga oladi gohi. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat aziz o'quvchilar. Hammalarning umrlaringiz uzoq bo'lsin. Navbat sal o'quvchilarimiz she'r aytganda bir olqishlab turaylik ota-onalar. O'quvchilarni ham sal jo'shqinlantirib turaylik. Mayuslikka tushib qolyapmiz. Endi navbatda qizlar ijrosida ko'z oynak raqsga beramiz. Telekanalning o'zbekcha musiqalarini o'ynayotgan
Gullar terildi dana-dana, sevib sevardik pinhona. Ko'zingga to'ymagan ko'zimga, ko'z o'ynab bo'ldi bahona. Sevgimiz tavliga jayrona, dilimni qilmadi vayrona, ishqingda bo'ldim devona. Ay 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 ay, ishqingda bo'ldim devona. Rahmat asal qizlar. Endi mana shu yerda ozgina bir chekinish qilamiz. Hurmatli ota-onalar, mana onajonlar, maktabimizga kelganlaring uchun bolalar tinchlik saqlaymiz. Hammalaringga ming rahmat. Hozir men sizlarga mana shu farzandlarimiz o'z qo'llari bilan yasashgan 8-mart uchun konvert ichida sizga tabrik bor. O'z qo'llari bilan yozishgan. Chiroyli yozadigan o'quvchilar chiroyli yozgan, xato yozadigan o'quvchilar xato yozgan. Sizni o'zingizni farzandingizni xatini taniysiz. Faqat bu yashirin yo'l bilan beriladi. Hozir men shartni tushuntiraman. Men hozir qo'limdagi konvertlarni pastga olib tushgan holda stol ustiga qo'yaman. Hammani ota-onasi kelgina onajonlari boradi. Onajonlar bittasini ko'rsataman men. Tushuntirib qo'yaman bittasini ko'rsatib. Mana shu konvert. Konvert kelaydi. Old qopqog'ini ko'tarsangiz ochiladi. Faqat old qopqog'ini ko'chirasiz. Ichida farzandingiz sizga bildirgan tilagi bor. Bu tilagini mazza qilib o'qiysiz. Lekin bu yerda muhim narsa, o'z farzandingiz tilagini topa olasizmi yo'qmi? Bu sizni farzandingizni nikohlaridan topa olasiz. Mana shu ko'zlardan tanib farzandingizni topa olasiz. Bir-birlaringga tanimaganlarni uzatib borasiz. Har kim o'z farzandini ajratadi. Farzandlaringni qosh ko'zini qarang, Iltimos sizlardan sizlarga nima bo'ldi? Bir qator bo'lmay, turib olinglar, kelinglar. Men o'rgatgan va boshida turganimizda mana menga turib olinglar. Onalaringni qarsisiga kelinglar, mana menga yarim doira bo'lib turib olaylikchi. Boshida men qanday turibsiz ham bo'lsam shunday. Kelinglar hozir. Shoshilmayman. Hech kimga hali ochishga ruxsat berganim yo'q. Ochishga ruxsat berganim yo'q. Iltimos onajonlar, tartib saqlaylik. Ochmang, ochishga ruxsat bermadi. Onajonlar yuqori sinfli qizlarga ham yordamga chaqirishyapti. Kelmang. Shundan keyin hamma joyiga tursin. Joyingizni egallang, onajonlar. Ochib ko'rib, qaytib olib, almashtirib olish yo'q. Yoqxon, qizingiz juda yaxshi taniyman derdingiz. Biling, tanishmang. Hamma o'zini farzandini tanlasin. Mana, kimniki chiqmadi, tanlang. Kimniki chiqmadi? Hurmatli onajonlar, sho'xib ko'tarmaymiz. Ikkita ota-ona qoldi, yoki kelmaganmi ikkita ota-ona? Qo'l ko'taringlar, tanlanmaganlar. Tanlanmaganlar qo'l ko'taringlar, iltimos. Mana bitta mard odam aytyapti, men tanlanmadim dedi. Yana kim? Demak, mana shuni bittasi shu inson yoki almashtirib kimdir olib qo'ygan. Ha, lekin mana buni egasi kim?
Hammanikidan kelganmi? Allaringiz? O'tiring. Xo'p, demak, bu yerda hozir ikkita ota-onamiz tayyorlash topisha olmadim deyishyapti, lekin bittalari o'zlari namoyish qilisha olmayapti. Kim? Men bilay. Siz, demak bittasiz, ha? Buni shunday qilingan. Har biringizni farzandingizdan so'rashingiz mumkin. Shaxsan o'zim farzandingizni olganman rasmga. Rasmxonada farzandingizni kamolli rasmchiga yana ko'zini yaqinlashtirib olingan. Shuning uchun tanib bo'lmayotgandir. Lekin haqiqiy ko'ziga ko'p e'tibor bergan odam taniy oladi. Chunki men tanidim. Chiqarib bo'lib, bitta listga chiqarib bo'lib, har bir bolani tanib, men orqasiga ismini yozib qo'yganman, ko'chirsan orqasiga ismi bor, faqat ko'chirmang. Lekin hozir konvertni ochishga ruxsat beraman. Ichida farzandingizning ismi yozilgan maktub bor. Agar farzandingizga ismi chiqmasa, o'rningizdan turasiz. Mana tikatuvlar orqaga qo'yib qo'ying, iltimos, ota-onalar ajratib qo'ying. Mana ochishga ruxsat, oching. Hammasida ikkita topgan bo'lsa, qo'l ko'taring. To'g'ri topsin. Yana. To'g'ri topsin. Kim xato topibdi? Kim xato topgan bo'lsa, xatni ichiga solib qo'ysin. Xatni. Topdilaringmi? Hamma topibdimi? Hammaning ko'z oldida mana shuni ochamiz hozir. Hammaning ko'z oldida ochamiz. Kimniki ekan bu? Zokirov saytida. Men konvertni ochmayotgan deyapman. Bekorga so'ramadim, ilohim keldingizmi deb. Bu saytidniki edi. Bittasi kimniki ekan ochganlar? Behruzlikni olib olishgan. Nargis kimniki ekan? Ikkinchisi kimniki ekan? Azimxon. Qanaqa Azimxon? Ovolisda boshqani ololmaydi-ku. Bu farzandga almashtirib olinmaydi. Bu farzand. Umidaxonni tushunsa bo'ladi. Hali yangi. To'g'risi-da? Umidaxon tushunsa bo'ladi. Hali yangi. Men mana shu sinfda birinchi bo'lib olganimda men jo'shqinlanib olimpiadamda ko'p gapirganman. Mening sinfimda haqiqiy o'ksingan yigit bor. Buni yurt bilan. Agar buni onasi bo'lganda u hamma qator topa olardi. Onasini Alloh rahmat qilsin. Qo'limdan kelgancha shu yigitga 4 yil yaxshilik qildim. Chin yetim bo'lgani uchun. Bu chala yetim emas. U chin yetim. Vasiylikka olingan bola. Mana bunday insonlarga bugungi ulg'aygan kunlarda yordam qilganlarni Alloh rahmat qilsin. O'tganlarni. Hurmatli onajonlar, farzandimizga ko'proq e'tibor beraylik. Bu almashtirib qo'yishga tegishli. Farzandingizni xatini tanlamaydigan ota-onalar bor. Bitta topshiriqni bir oy qildira olmaydigan ota-onalar. O'qituvchiga oson tutib, uyda saqlaydigan ota-onalar. O'qituvchi sizdan ko'proq mehr beradi bu bolaga. Siz bolangizni hech qachon hech kim ajratmaydi. Hech qachon o'qituvchini u qasamyod qilgan, davlatning oldida qasamyod qilgan. Men hammani birdek ko'raman deb qasamyod qilgan. Kimdagi ustozni hurmat qilsa, Alloh uni qadrlaydi. Ustoz otaga bekorga tenglanmaydi. Ustoz otadek ulug'. Hammalaringni ozgina bo'lsa-da ko'nglingizni ko'targan bo'lsam, yo bir tushkunlikka tushirib, ko'nglingizni olgan bo'lsam, men bundan juda ham baxtiyorman. Rahmat bo'ldim, jo'njit bo'lamiz. Yana o'quvchilarimiz ishtirokida chiroyli she'rlar beramiz. Marhamat. Men sizni o'ylayman shomu saharda,
Ona sog'linsam ham bora olmayman. Tunlari charog'on shunday saharda hech kimga ko'nglimni ocha olmayman. Men siz aytganday hammani sevdim, hammaga ishondim. O'z do'stim uyiga ko'mil sevgim, kun bo'lib ko'ksimni kuydirdi nafrat. O'ylasa bolam deb o'ylagan onam, o'zi uchun orzu ham qilmagan onam, yurtni kezib shahar ko'rmagan onam, Buxoro-yu Samarqandni qo'ying, Toshkentga ham bormagan onam, ko'zlari mayus tortib qolganda bir so'z aytolmadim men qiz bo'lib, sochiga oq tushib so'nib qolganda onam mendan nima ko'rdi ona bo'lib. Boshim silab jonim bolam deganida ichimdagi bor dardimni olar ekan. Dunyo menga qarshi turib yomon desa, onam meni bolam yaxshi deyar ekan. Onam asli mehr bulog'i ekan, eng vafoli qalb esa ona qalbi ekan. Bevafolar ko'rdim, angladim, bildim, sevilishga faqat onalar haqli ekan. Onajon, men sizga yaxshi ko'raman. Bayram muborak ona, uyimizning quyoshi, to'g'ri din bardoshi, kecha kunduz parvona, mehribonim aziz ona. Bayramingiz muborak ona. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Mening ortimdan ovora onam, bir parcha yuragi ming pora onam, har baloni ko'rib yorug' dunyoda, Toshkentni ko'rmagan bechora onam, bolang bo'lib bir bor yo'qlab keldimmi? Endi men ham senga o'g'il bo'ldimmi? Garchi bisotingda bayram so'zi yo'q, bilaman kutasan sandal to'rajoq. Menda yurak deganlari o'zi yo'q. Men gul bermagan qiz yo'q bu oqshom. Senga na gul berdim, na shirin kalom. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Onajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. 4A sinf o'quvchilari ijrosida ona madh etuvchi qo'shiqlar. Marhamat bolajonlar. Allohim hamisha yaxshi kunlarda ovozlaring jaranglab tursin. Endi navbatni mana shu bolajonlarimiz o'zlarini onalarini 8-mart bilan tabriklab qo'yishadi. To'plam qo'lmang, sekin tushib, qani boshladingiz siz. Sovg'alarni berib qo'yishadi, sovg'alari bor. Mahkam quchoqlab, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Sizdek inson bu yorug' dunyoda yo'q deb qo'ying, onajonlarim. So'z yo'q, sen qilgan bu duolarim tilagingdan oldida bosh
onajonlar, bu bolalarimizni sizga bergan sovg'alari sizni bir kechaga uyqusiz o'tgan tunlaringizda qilgan mehnatingizga arzimaydi. Sizlarning mehnatingizni hech bir farzand borki, hech qachon uni uza olmaydi. Albatta hammangiz farzandlaringizdan rozi bo'ling. Ko'zlaring oldida faqat 4-asr qizlarning davraga yig'ilishga yarim doira bo'lib turishlarini so'rayman. Marhamat qizlarjonlar. Keling. Hurmatli, mana bu 4-sinf qizlarini ota-onalar guvohligida 4-sinf yigitlariga beramiz tabriklash. Marhamat. Bitta davom etamiz. Bitta davom etamiz. Ikkitadan ol. Hammamiz qizlarga beramiz. Bir so'zingizni aytib bering, bir so'zingizni indamay berilmaydi sovg'a. Rahmat. Barcha yigitlarga rahmat. Bu yigitlar arzimas bo'lsa-da, shu do'stlari, sinfdosh qizlar uchun o'zlarini atagan sovg'alarni taqdim etishdi. Endi 4-asr yigitlarni mana shu pastga yarim doira bo'lib deyman. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar hamda ustozlar, mana bugungi biz sahnalashtirgan, rejalashtirgan tadbirimizni namoyish etdik. Men mana shu tadbirim oxirida 8-mart xalqaro xotin-qizlar munosabati bilan qilganimiz uchun barcha onalarga bitmas, tuganmas yuragimning eng tubidagi qancha yaxshi tilaklar bo'lsa, men farzandlarim uchun xohlagan tilaklar bo'lsa, ana shu tilaklarni sizlar farzandlaring uchun ham tilayman. Va shu farzandlarim uchun tilak deb nomlangan she'riy satrlar bilan tilagimni bayon etayman. Atirgul uzatding qizil, angladim ustozlik baxtini, mehringni o'tida yondidir. Tilayman Iskandar taxtini. Tutqazding sen menga bir olam, mehrdan yasalgan guldasta. İfog'in his qilgach gullaring, yuragim ozoddir qafasdan. Entikib qibladim gullaring, yuragimni chulg'adi hayajon. Allohim yoritsin yo'llaring, sira ham ko'rmagin bolajon. Endi hurmatli ota-onalar, mana shu yerga o'tirib, men xudo xohlasa tadbir tugagandan keyin 2 og'iz so'zim bor degan niyat qilib o'tirgan ota-onani yuragi deb davraga chiqishini taklif qilaman. Onajon, marhamat. Bundan martabangiz ulug' bo'lsin ilohim. Yana ham men sizni boshqacha his qildim. Siz meni nabiyamni ustozi bo'lganingizdan faxrlanib ketdim hozir. Men bunchalik deb o'ylamagandim. Iloji bo'lsa 10-sinfgacha o'qishingizni so'rayman. Hammalaringiz taqdirishni va bilan tabriklayman. Mana shu ulug' ayyomimizga hammamiz qatorimizni xato bo'lmaydi. Mana shu domlalarni o'qigan farzandlarimiz
Rahmat onajon, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz ham bunday bayramlardan ko'p yillar farzandlar ortida hammamiz bilan birgalikda kutib olishni nasib qilsin. Marhamat. Mana shu yig'ilgan ustozlar, ayollar, onajonlar, buvijonlar, jajji malika qizlarimiz sizlarni yangilanish, yasharish fasli, bahor fasli bilan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana o'quvchilarimizni o'qishlarida omadlar tilayman. Oliy o'quv yurtlariga hammalari kirib, ota-onalarini, mana shu ustozlarning yuzlarini yorib turishsin. Ustozlarga ham kattakon rahmat. Mana shu farzandlarimizni shunday qilib tarbiyalayotganlari uchun, ta'lim-tarbiya berayotganlari uchun oson emas bolajonlar bilan ishlash. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat bersin. Endi hozir bitta guruhga bitta rasmga tushib olamiz, keyin sahnani bo'shatamiz, chunki hozir hammasini qachon qilayotgan odatda dunyo sinflari bor.